Muhammad Saloh haqiqiy oliyjanob inson. Bu gapimizga isbotni esa bir misol bilan keltiraman. Bir kuni Muhammad Salohning Misrdagi uyiga o'g'ri tushadi va 3-4 kun o'tgandan keyin ushbu o'g'rini politsiya qo'lga oladi va uni sudga topshirishadi. Muhammad Saloh esa o'g'rini suddan ozod qilishlarini talab qiladi. O'g'rini ozod qilishadi. Hammasi shu bilan tugamaydi. Muhammad Saloh ushbu o'g'riga pul mablag'dan yordam beradi va uni yaxshigina ishga joylashtirib qo'yadi. Qanday qilib bu voqealarni eshitgandan so'ng siz Muhammad Salohga hurmat bajo keltirmasligingiz mumkin. Shaxsan men ushbu videoni tayyorlayotgan paytimda yig'lab yubordim. Shuning uchun bo'lsa kerak, Muhammad Salohga yana bir bora mehrim qo'shdi. Muhammad Saloh haqiqiy musulmon futbolchisi. Men mana shunday futbolchilar borligidan faxrlanaman. Xo'sh, siz Muhammad Saloh haqida qanday fikrdasiz? Bu haqda kommentariyalarda yozib qoldiring. Ishoning, siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.